Assalomu alaykum do'stlar, men Kinomanman va bugun e'tiboringizga 2015-yilda suratga olingan triller va ujus janridagi Berkinganlar filmini taqdim etamiz. To'satdan paydo bo'lgan sirli virus pandemiyasi sabab butun shahar bo'shab qoldi va Reyning oilasi 300 kundan buyon yer ostida jon saqlab kelishardi. Ular o'zlarini yagona tirik qolgan odamlar deb hisoblashardi. Rey va Klerlar qizlari Zoega doim shovqin qilish mumkin emas deb uqtirib kelishardi. Bunkerdan chiqish ham man qilingan edi. Sababi qonxo'r maxluqlar ularni o'ldirishlari mumkin edi. Kunlardan birida tushida qonxo'rlarni ko'rib uyg'ongan Zoe yashirinib oladi. Hammasi joyida ekanligini aytgan onasi uni Reyning oldiga olib boradi va birgalikda o'yin o'ynashadi. Biroq qiz kirish eshigidan xavotir olayotganligini aytadi va otasi uni tekshirib tushishga ruxsat beradi. Barcha qulf va zanjirlarni tekshirgach, hammasi joyida ekanligini ko'rgan qiz ortiga qaytadi. O'tkazgan kunlarni devorga belgilashganlaridan so'ng ovqatlanishga o'tirishadi. Rey suv olayotganda Zoe ovqat bankalari bo'm-bo'sh ekanligini aytib qoladi va tekshirishgach, uning yonidan teshilganligini ko'rishadi. Omborxonalarni tekshirishgach, 12 ta bankalari teshilgan ekanligini ko'rishadi. Bu esa bor yo'g'i 2 haftaga yetadigan ovqatlari qolganligini bildirardi. Idishlarni tashlab yuborishgach, bunkerning ventilyatsiya quvuridan kalamush kirib olganligini tushunishadi. Ovqatlari kam qolganligi sabab Kler kam ovqatlanishlari kerakligini aytadi. Buni eshitgan Zoe shundoq ham kam yeyotganliklarini ta'kidlaydi. Sal o'tib er-xotinlar holatni muhokama qilishadi va Kler ozib ketayotganliklaridan xavotirda ekanligini aytadi. Rey esa kerak bo'lsa ovqat uchun tashqariga chiqib kelishga so'z beradi. Buning xavfli ekanligini aytayotgan xotinining og'zini yopgan Rey cho'llab ketganligini aytadi va qo'shni xonada o'ynayotgan qizlarga eshittirmaslik uchun bezzuk rejimida ilon sho'rva qilishadi. Kunlardan birida Zoe rostdan ham yagona tirik qolgan bizmizmi deya so'raydi va unga qo'lbola periskopni bergan Kler tashqariga qarashga ruxsat beradi. Qiz oldin bundan xursand bo'ladi, ammo shahar tashlandiq xarobaga aylanib qolganligini ko'rib qo'rqib ketadi. Zoe rostdan ham yolg'iz qolganliklarini aytib turganda to'satdan shovqin eshitib qolishadi va kalamush bayram qilayotganligini ko'rishadi. Qo'liga pichoq olgan Rey sekingina kalamushga yaqinlashadi va zarba berishi bilan chap berib qochgan kalamush lampalardan birini ag'darib yuboradi. Ancha chaqqon chiqib qolgan kalamush endi inimga kirdim deganida qo'liga kulich olgan Kler uni asfalasofiniga jo'natadi. To'satdan olovli lampa portlab ketib, stol alanga qurshovida qoladi. Rey nasosni yoqishga urinadi, ammo u ishlamasdi. Klerning adyol bilan olovni o'chirishga urinishi uni battar alanga oldiradi. Ona qizlar bor kuchlari bilan olovni o'chirishga urinishayotganda suv ham kelib qoladi va Rey ishga kirishadi. Suv olovni deyarli o'chiradi. Adyol bilan urishlari ham foyda beradi va stol sinib ketadi. Qorong'u xonani yoritish uchun boshqa lampani yoqishadi. Zoe yo'q bo'lib qolganligini ko'rib sarosimaga tushishadi, ammo u doimgidek kravatining ostiga yashiringan edi. Qo'rqayotganligini aytgan Zoe olovdan chiqqan tutun ventilyatsiya quvuridan yuqoriga chiqayotganligini ta'kidlaydi. Bu esa ularni payqab qolishlari mumkinligini bildirardi. Keyingi sahnada epidemiya boshlanish kunida nima sodir bo'lganligini ko'rsatishadi. Er-xotinlar ovqat pishirishayotganda Zoe qo'shnilari ko'chib ketayotganliklarini aytib qoladi. Tashqariga chiqqan Rey va Klerlar qo'shnilari shosha-pisha narsalarni mashinaga ortayotganliklarini ko'rib hayron qolishadi. Ular nima bo'layotganligini so'rashadi, ammo ular javob berishdan bosh tortishadi. Biroq bolalari Joey hukumat odamlaridan biri noma'lum virus shaharlik odamlarni yomon odamlarga aylantirib qo'yayotganligini aytganligini aytadi. Ularning ortidan qolgan odamlar ham shaharni tark etishni boshlashadi. Hozirgi vaqtda esa ularni sezib qolishlaridan qo'rqib turishardi. Periskop bilan tashqariga qaragan Rey bunker atrofi tutun bilan to'lganligini ko'rib dahshatga tushadi. Kler sarosimaga tushib qoladi. Zoe esa tushida ko'rganlari sodir bo'layotganligini aytib yig'laydi. Rey esa tinchlanishlarni aytib, ularni payqashgan bo'lishsa-da, bu yerga kelishguncha tutun yo'qolib, uning qayerdan chiqqanligini bila olishmasliklarini ta'kidlaydi. Biroq Kler tutun ketgani bilan kul hech qayerga yo'qolmasligini aytadi va boshqa iloj yo'qligi sabab birgalikda kulni yo'qotish uchun tashqariga chiqishga qaror qilishadi. Zoe ham ular bilan borishni istaydi, ammo onasi bunga ruxsat bermaydi. Ular 300 kunlik tutqunlikdan so'ng nihoyat lyukni ochishadi. Ular kulni supurishayotganda Zoe periskopdan qarab ko'rishga qaror qiladi. Ota-onasi tinchgina ishlarni qilayotganligini ko'rgan qiz yon atrofga qaragach, nimadir ular tomon yaqinlashayotganligini ko'rib qoladi va ularni ogohlantirishga urinadi, biroq uni eshitishmasdi. Iloji qolmagan qiz lyukni ochib tashqariga chiqadi, ammo ota-onasini topa olmaydi. Ularni chaqirayotganda uni to'xtatgan Kler shovqin qilmaslikni tayinlaydi. Zoe nimadir yaqinlashayotganligini aytib turganida birdan kiyiklar podasi oldilaridan yugurib o'tishadi. Rey bu shunchaki hayvonlar
ekanligini aytadi, ammo Kler ular nimadandir qo'rqib qochganliklarini aytib tezda bunkerga qaytishni buyuradi. Ichkariga kirishgach lyukni yaxshilab yopishadi, ammo tepada kimlarningdir qadam tovushlari eshitilardi. Zoe juda ham qo'rqib ketadi va otasi uning ko'zlarini yopib tinchilanishiga yordam beradi. Qadam tovushlari yaqinlashishi bilan shovqin qilmaslikka harakat qilishadi. Afsuski Zoening qo'g'irchog'i ipi ko'rga ilakishib qoladi va u uzilishi bilan qo'g'irchoq shovqin chiqara boshlaydi. Rey tezda qo'g'irchoqni qo'liga olib uning ichidagi ovoz uskunasini sug'urib sindirib tashlaydi. Ayni damda lyukni ura boshlashadi. Kler uni ushlab turgani yuqoriga chiqishi bilan boshidan qattiq zarba oladi. Rey ham qo'liga quvur olib unga yordam berishga chiqadi va lyuk ochilishi bilan tashqaridagi kimsaga zarba berishadi. U ketgach lyukni qayta yopib tambalashadi. Taqiblar to'xtaydi, ammo lyuk ortidagi ovozlar tinchimasdi. Kutilmaganda devorlar qimirlay boshlaydi va qonxo'rlar yordam kuchi chaqirganliklari ma'lum bo'ladi. Keyingi sahnada epidemiya kunida ular ham ketishga uringanliklari ko'rsatiladi. Yo'l bo'yi qolganlar ortga qaytayotganliklarini ko'rib hayron qolishadi. Hukumat yo'lni yopib qo'ygan edi. Shahar karantinga olinganligi sabab hech kimni chiqarib yuborishmayotgan edi. Kutilmaganda yer silkinishi sodir bo'ladi. Ayni damda lyukni buzgan qonxo'rlar ichkariga kirib olishadi. Qo'shnixonaga qochishgach kirish yo'lini yo'lni yopib qo'yishga urinishadi. Shu orqali biroz vaqtdan yutishadi va Rey qizi va ayolini ventilyatsiya shaxtasi orqali tashqariga chiqarishni uddalaydi. Claire Reyni ham chiqarib olishga urinadi, biroq u shaxtaga sig'maydi. Iloji qolmagan Rey qo'lini sindirib endi tortishini so'raydi va endi chiqdim deganida qonxo'rlar oyog'idan ushlab olib tortib ketishadi. Yuqorida qolgan ona qizlar Reyni chaqirisharkan qon izlarini ko'rishgach uni o'ldi deb o'ylashadi. Claire sarosimaga tushib baqir-chaqir qilayotgan qizini tinchlantirishga urinayotganda oldilariga yaqinlashayotgan soyalarni ko'rishadi va oyoqlarini qo'llariga olib qochishadi. O'rmonni kesib o'tishgach bir amallab katta yo'lga chiqishadi va epidemiya kunida tashlab ketilgan mashinalar oldiga kelishadi. Yon atrofda hukumat kuzatuv kameralari o'rnatilgan devor ko'tarilganligini ko'rib turishganda samoda vertolyot paydo bo'lib ularni ta'qib qila boshlaydi. Qochayotgan ona qizlarni to'rt tashlab qo'lga olishadi. Ularning oldilariga yaqinlashayotgan yonar ko'zli mavjudotlar aslida oddiy askarlar bo'lib chiqishadi. Askarlar ularga o'qol qilishadi va fleshbeklarda aslida nima sodir bo'lganligini ko'ramiz. Zilzila avia zarba sababli sodir bo'lgan edi. Samolyotlar zararlanganlarni yo'q qilish uchun butun boshli shaharning kulini ko'kka sovurgan edi. Barcha dod solib qochayotganda mahalliy maktabda qochoqxona borligini eslagan Claire oilasini o'sha yerga olib ketadi. Ular bunkerga kirib lyukni yopishlari bilan yana bir bomba zarbasi sodir bo'ladi. Yon atrofni ko'zdan kechirishgach, ancha vaqtga yetadigan oziq-ovqatlarni topib olishadi. Rey hukumat adashgan bo'lsa kerak deb o'ylaydi, ammo Claire qochayotib qo'lidan jarohat olganligini va u zararlanganligini aytadi. Virus sekin-asta uni egallashni boshlaydi. Ularning qonidan namuna olgan askarlar ularning zararlangan yoki yo'qligini aniqlash uchun bir qancha savollar berishadi. Bundan so'ng ularni otmoqchi bo'lishadi va o'zini boshqara olmagan Claire maxluqqa aylanishni boshlaydi. Ma'lum bo'lishicha, kuchli emotsional zarba virusning aktivatsiya bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Shu damda maxluqqa aylanishga ulgurgan Rey paydo bo'lib, askarlarni o'ldirishni boshlaydi. Ular bunkerda ko'rgan qon aslida askarlarniki bo'lgan edi. Askarlar o'q uzib quturgan maxluqni o'ldirishni uddalashadi. Ular Rey bilan ovora bo'lishganda Claire va Zoelar qochib ketishgandi. Zoe mashinalardan birida yashiringan edi. Maxluqqa aylangan Claire esa birin-ketin askarlarni o'ldirishni boshlaydi, biroq so'nggi askar uning oyog'idan otib yaralaydi. U endi Claire'ni o'ldirmoqchi bo'lganida maxluqqa aylangan Zoe ham unga tashlanib askarni burdalab tashlaydi. Bundan so'ng onasiga ham tashlanadi, biroq Claire'ning sokin ovozi va chaqiriqlari uning o'z holiga qaytishiga yordam beradi. Ular birgalikda Reyning oldiga kelishadi va erkak so'nggi bor qizining ko'zlarini yopib, hammasi yaxshi bo'lishini aytadi. Ayni damda yana vertolyot paydo bo'ladi va ular yashirinishadi. Yo'l bo'yi harakatlanisharkan tunnel oxirida kimdir kelayotganligini ko'rishadi va buning qo'shni bolakay ekanligini ko'rib hayratga tushishadi. Joyi yaqin oradagi kanalizatsiyada tirik qolgan boshqa odamlar yashashini aytib, ularga qo'shilishni taklif qiladi. Ular ham qolganlar oldiga tushayotganda Zoe 300 kun deganda ilk bor quyosh nurini ko'radi va bu hali boshlanishi ekanligini tushunadi. Aslida ular qo'rqqan maxluqlar aynan o'zlari edi. Tamom.